Assalomu alaykum. Siz Parallol kanalidasiz. Bugun dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim va dolzarb 5 ta yangilikni qisqa va tushunarli tarzda e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi sonimizda Turkiya va Isroil o'rtasidagi keskinlik, Yaqin Sharqdagi so'nggi vaziyat va dunyo e'tiboridagi boshqa muhim voqealar. Isroil va Turkiya o'rtasidagi keskinlik yana kuchaydi. Xo'sh, ayni paytda ikki davlat o'rtasida nima bo'lyapti? So'nggi kunlarda Yaqin Sharqda yana bir jiddiy qarama-qarshilik yuzaga kelmoqda. Bu safar asosiy e'tibor Isroil, Turkiya va Suriya atrofidagi voqealarga qaratilgan. Hammasi Suriyaning shimoli-g'arbida joylashgan Abu at-Tuhur harbiy aviabazasi atrofidagi vaziyatdan so'ng yanada keskinlashdi. Isroil ushbu harbiy obyektga havo zarbasi berdi. Isroil tomonining ta'kidlashicha, bu bazada Turkiya harbiy kuchlarining joylashtirilishi ehtimoli bo'lgan va Tel Aviv buni o'z xavfsizligi uchun tahdid deb hisoblagan. Ammo Anqara bu da'volarni rad etdi. Turkiya tomonining bildirishicha, zarba berilgan paytda Abu at-Tuhur bazasida turk harbiylari bo'lmagan. Turkiya Suriya bilan harbiy hamkorligi asosan harbiy tayyorgarlik, maslahat va tajriba almashishga qaratilganini bildirmoqda. Shunga qaramay, Isroil Suriyada Turkiyaning harbiy ta'siri yanada kengayishiga yo'l qo'ymasligini ochiq aytmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ham bu masalada keskin bayonot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil Turkiyaning Suriyadagi harbiy ishtiroki janub tomon kengayishiga rozi bo'lmaydi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz esa Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdoganga nisbatan yanada keskin ogohlantirish bilan chiqdi. Isroil tomoni Anqaraning Suriyadagi harakatlarini diqqat bilan kuzatayotganini bildirmoqda. Turkiya esa Isroilning Suriyaga bergan zarbasini keskin qoraladi. Anqara bu harakatni xavfli eskalatsiya va Suriya suverenitetining buzilishi sifatida baholamoqda. Bu yerda yana bir muhim jihat bor. Bashar Asad hokimiyati tugaganidan keyin Suriyada siyosiy va harbiy vaziyat keskin o'zgardi. Prezident Ahmad Ashara boshchiligidagi yangi hukumat bilan Turkiya o'z aloqalarini kuchaytirmoqda. Anqara Suriyaning yangi rahbariyati bilan siyosiy, iqtisodiy, energetik va harbiy hamkorlikni rivojlantirishga harakat qilmoqda. Isroil esa aynan mana shu jarayonni o'z xavfsizligi nuqtai nazaridan kuzatmoqda. Natijada Suriya hududi ikki yirik mintaqaviy davlat, Turkiya va Isroil manfaatlari to'qnashayotgan muhim nuqtaga aylanmoqda. Vaziyatga Amerika Qo'shma Shtatlari ham aralashdi. AQShning maxsus vakili Tom Barrak Washington Isroil, Turkiya va Suriya o'rtasida tasodifiy harbiy to'qnashuvlarning oldini olish uchun maxsus muvofiqlashtirish mexanizmi yaratish ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Ya'ni asosiy maqsad bir tomonning harbiy operatsiyasi boshqa davlat kuchlari bilan kutilmagan to'qnashuvga olib kelmasligi. Chunki Turkiya NATO a'zosi, Isroil esa AQShning Yaqin Sharqdagi eng yaqin hamkorlaridan biri. Shu sababli ikki davlat o'rtasidagi bevosita harbiy qarama-qarshilik butun mintaqa uchun juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Turkiya va Isroil o'rtasidagi yana bir katta kelishmovchilik Gazo masalasi. Turkiya uzoq vaqtdan beri Isroilning Gazodagi harbiy operatsiyalarini keskin tanqid qilib kelmoqda. Anqara Gazoga insonparvarlik yordami yetkazilishi va tinch aholining himoya qilinishi kerakligini talab qilmoqda. 20-avgust kuni Turkiya, Misr va Qatar birgalikda Isroilning Gazodagi so'nggi zarbalarni qoralab, bunday harakatlar mojaroni tugatishga qaratilgan muzokaralarga zarar yetkazishi mumkinligini bildirdi. Demak, bugungi kunda Turkiya va Isroil o'rtasidagi qarama-qarshilik faqat bitta masala bilan cheklanmayapti. Bir tomonda Gazo va Falastin masalasi. Ikkinchi tomonda Suriyadagi harbiy ta'sir masalasi. Uchinchi tomonda esa butun Yaqin Sharqda kuchlar muvozanatining o'zgarishi turibdi. Hozircha Turkiya va Isroil o'rtasida bevosita urush boshlangan emas. Bu juda muhim. Ammo so'nggi voqealar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar nihoyatda nozik bosqichga kelganini ko'rsatmoqda. Ayniqsa Suriyada Turk va Isroil harbiy kuchlari bir-biriga yaqin hududlarda faoliyat yuritsa, kichik bir xato yoki noto'g'ri hisob-kitob ham katta siyosiy va harbiy inqirozga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli hozir Washingtonning asosiy vazifalaridan biri Anqara va Tel Aviv o'rtasida bevosita harbiy to'qnashuv yuz berishining oldini olish. Hozircha vaziyat diplomatik bayonotlar, ogohlantirishlar va Suriyadagi harbiy harakatlar darajasida qolmoqda. Ammo Yaqin Sharqdagi vaziyat juda tez o'zgarayotganini hisobga olsak, Turkiya va Isroil o'rtasidagi munosabatlar yaqin kunlarda ham dunyo diqqat markazida qolishi aniq. Biz esa Yaqin Sharqdagi eng so'nggi voqealarni kuzatishda davom etamiz. Dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim va dolzarb yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, Parallol kanaliga obuna bo'ling va biz bilan qoling. Parallol bilan birga bo'ling, eng muhim yangiliklarni o'tkazib yubormang.